Do'stlar, mana klientlarimiz keldi. Klientlar yig'ib berdik. Ancha-muncha cholasini uyga olib borib yig'ishar ekan. Narigisini tayyor qilib qo'ydik. Bunisini olishdi, bunisi yoqqani uchun. Xudo xolasa mana diska baranamizni olib ketishyapti mana. Diska barani 2 metrligi do'stlar, mana 2 metrligi. Nariginda bilan bunisini mayatdagini o'zlari qo'yishib oladigan bo'ldi, mana ularni o'zlari qo'yishib oladigan bo'ldi. 2 metrligi mana. Zakaz qilgani uchun zakazga keldi do'stlar. Sizlar bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Sizlar o'zbekistonlik, sizlar tarafkashlikcha bo'lishim kerak. Baribir zakaz qilayotganda bitta narsada muammo kelib chiqdi. Zapchas ber desa undamayapti. Zapchas berasan 2 tadan 4 tadan deb turib, keyin iloji boricha kelishib olinglar. Klient muammo chiqmaydi shunda. Zapchas berasan, manaqa zapchas qo'shib berasan deb turib, klient hamisha propul. Shu klient iloji boricha zapchasni monondan qo'shib berasan, mondan qo'shib berasan deb aytib dogovor qilib olish kerak ekan. Shunda yaxshi bo'lar ekan. Mana bulardan zapas qo'shtirib olish kerak ekan. Sizlarga eslatib o'tmoqchiman. Zakaz qilayotganda ikkita bo'lsa ham qo'shib berasan deb turib, dogovorning ichida qilib olinglar. Keyin bergisi kelmay qolar ekan.